Amerikada medical assistant yoki registered nurse programmalarning orasida qaysi birini tanlashni bilmayman degan savol keldi obunachidan. Bugun shu ikkita kasbni taqqoslashtirib sizlarga ozgina shu kalta video qilib bermoqchiman. Medical assistant degani bu doktorlarning, shifokorlarning ofisida ishlaydigan odamlar, xuddi bizda poliklinikaga o'xshab, o'sha bemorlar kelganda ularni ismi, familiyasini va kerakli ma'lumotlarni kompyuterga kirgizadigan odamlar va qon bosimini o'lchashadi va kerakli o'sha doktorlar masalan aytsa qon olgin yoki EKG qilish kerak bo'lsa shularni qilishadi va kichkina muolajalar qilinsa, masalan tomog'idan mazok olsa o'shalarga yordam beradigan odamlar va shifokor bemorlarni ko'rayotgan paytida masalan mana informatsiya ma'lumotni kompyuterga kirgizsa o'sha yonligida turadigan odamlar va kerak bo'lsa bemorlarga telefon qiladigan odamlar hisoblanadi. Ularni o'qishi 3 oydan 12 oygacha bo'lishi mumkin. O'qishini topish uchun medical assistant classes yoki program near me deb yozsanglar yoki o'zingizlarning shahrini o'sha oxirida yozsanglar, shahringlar nomini masalan medical assistant programs Richmond yoki yana o'zingiz qayerda yashasanglar yoki zip kodinglarni yozsanglar o'sha programmalar chiqadi. Bemalol o'sha yerda o'qib, sertifikatni olib shunaqa ishlarga kirsanglar bo'ladi. Oyligiga kelganingizda hamshiradan ko'ra RNlarga qaraganda 2 barobar kam oylik olishadi. Taxminan 40 mingdan 50 minggacha yiliga oylik olishadi. Va yana bitta narsani aytmoqchiman, ularni o'sish potensiali kamroq, faqat ko'pinchalik shunaqa ofislarda ishlashadi. Lekin ishi unaqa stress emas, registered nurselarga qaraganda. Endi registered nurselarga kelganimizda o'zlarini tushunchamizdagi hamshiralar, ularga kamida 3 yil o'qish kerak. Lekin ularning o'sish potensiali juda kuchli. Hamma joylarda ishlasa bo'ladi va hattoki doktoranturada ham o'qishligi mumkin. Va o'zi aytganimdek eng katta oylik oladiganlar ham mana shu hamshiralar hisoblanadi. Ularning orasida ayniqsa CRNAlar, anestezistka medsestralar gohida yiliga 120 mingdan yangi hamshiralarga shunchalik oylik beriladi. Oddiy registered nurse hamshiralar yiliga 60 mingdan kamida va 100 minggacha oylik olishadi, qaysi shtatga yashashiga qarab. Va aytganimdek ularni o'sish pog'ona masalan management yoki o'qituvchilik yoki o'sha aytganimdek hamshira anestezistka o'sha doktoranturada o'qiydigan hamshiralar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu o'zingizga vahola, nimadan ishlamoqchi boshlasanglar, ishni yaxshi o'zingizga yo'lni topishingiz kerak. Lekin medical assistant bo'lib ishlab turib, registered nurse ga o'qigan ko'p odamlarni ko'rganman. O'shanga bu birinchi pog'ona bo'lib medical assistantni olib ishlab turib, keyin registered nurse programmasiga o'qishga kirishingiz mumkin.